Maxsus tekshiruv ishlari davomida To'xtag'ul rayonining Qorasuv qishlog'i yashovchisi uyidan 2 kilogramm 660 gramm nasha topilgan. Bu haqda Ichki ishlar ministrligining matbuot xizmati bildirdi. Ta'kidlab o'tsak, Ichki ishlar ministrligining giyohvand moddalarga qarshi kurashish bo'yicha bosh boshqarmasining Chuy oblastidagi xodimlari So'qo'liq rayoni hududida giyohvand moddani noqonuniy saqlagan degan gumon bilan 33 yoshdagi Jalolobod oblasining yashovchisini qo'lga olishgan. 23 fevralda So'qo'liq rayon sudi qarori bilan gumondor shaxs istiqomat qilgan uy tintuv qilinib, 2 dona tugun topilgan. Uning ichida 120 dona 4 burchakli narsalar bo'lgan. Ekspertlar uni nasha ekanligini aniqlashgan. Hozirda mazkur faktning boshqa jinoyatlarga aloqasi bor-yo'qligi tekshirilmoqda. Milliy xavfsizlik bo'yicha davlat xizmati 25 fevraldagi ma'lumotiga ko'ra, 25 fevralda Qirg'iziston davlat tibbiyot akademiyasining apparat rahbari 30 ming so'm pora olayotgan vaqtda qo'lga olingan. Qo'lga olish vaqtida uning ahvoli yomonlashib, tibbiy yordam ko'rsatilishiga qaramay vafot etgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining ma'lumotida bu kishining yuragi xuruj qilgan bo'lishi mumkin deb yozilgan. O'lkada qishloq xo'jaligi tarmog'i endi 4 yo'nalish bo'yicha ish olib boradi. Bu haqda O'sh oblastida o'tgan ministrlar yig'inida aytildi. Unda 2015-yili bajarilgan ishlar, 2016-yildagi rejalar ko'rib chiqildi. Qirg'iziston Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'ldi. Bundan keyin shuni asosida ish olib borish rejalanmoqda. Unga ko'ra rayon shaharlarga logistik markazlarni qurish, issiqxona va tomchilab sug'orish harakatlari qaralgan. Yig'inda yana qanday masalalar ko'tarildi, muxbirimiz bayon qiladi. Hukumatning O'shdagi ko'chma yig'inida 12 ministr ishtirok etdi. Yig'in boshida rahbarlar ahamiyatli masalalar bo'yicha hisobot berishdi. Birinchilardan bo'lib bilim berish va ilm ministri Elvira Sariyeva so'zga chiqdi. U maktabdagi o'quv dasturlariga o'zgarishlar kiritishni bildirdi. Xalqaro me'yorga ko'ra ayrim dasturlarning soatlari ozaytirilib, matematika, ingliz tili va informatikaga ahamiyat qaratiladi. Shuningdek, joriy yilda 700 ga yaqin maktabga internet beriladi. Жаңы мектептерге да стандартты бекіттік былтырдан баштап. Су болсын içinde столовый буфет ысык тамактан анткени киргизип атабыз. Буга кошумча спортзал, анан туалети дагы ичинде болсун деп атабыз. Ошондо жаңы мектептер мына буюрса ахвалы жакшы болуп атат. Быйыл дагы 100 мектепти буюрса бүтүрүп берсек, негизи биздин программабыз 2025 жылга чейин. 2025 жылда болгон 100% мектептерибиз жаңыланат. Joriy yilda viloyat markazlaridagi maktablarda 11-sinf o'quvchilari uchun test olish tizimi kiritiladi. Testdan o'tgan o'quvchining bahosi attestatga qo'yilib, davlat imtihonlaridan bo'shatiladi. Agar o'quvchi olgan bahosidan norozi bo'lsa, imtihonga kirishga ruxsat beriladi. Test olish ishlari aprel oyining so'ngida bo'ladi. Mazkur choralar maktabda o'quvchilarning va o'qituvchilarning kvalifikatsiyasini yuqorilatish maqsadini ko'zlaydi. Yig'in davomida Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgandan keyin qishloq xo'jaligi 4 yo'nalishda ish olib borish haqida aytildi. Suv xo'jaligini rivojlantirish maqsadida hududlarda katta va kichik MTSlarni qurish bo'yicha qarorlar ishlab chiqilmoqda. Qishloq xo'jalik ministri o'z-o'zini boshqarish organlariga hududlardagi ichki suv kanallarini ta'mirlash vazifasi qo'yildi. Talachilikda eng negizgi rol bu mineralдык жер семирткичтер болуп эсептелет. Бул минералдык жер семирткичтерди өзүңүздөр кабардар болуп атасыздар. 2013 жылдагы Узбекпром менен Химпром менен келишимдер түзүлүп туруп, ал жактан минералдык жер семирткичтерди алып келгенбиз. Быйылкы жылдагы фонд аркылуу 140 миң тоннага түзүлдү. Бул 140 миң тоннага түзүлүп, келишим азыркы учурда акча которунда дагы жакын арада ошол жер семирткичтер келе баштайт. Hukumat vakillarining qiziqtirgan ahamiyatli masalalarning biri sug'urta ijtimoiy jamg'arma to'lovlari bo'ldi. Sug'urta borasidagi tog'li hududlar bo'yicha qonun qayta ishlab chiqiladi. Bu borada boshqa ishchi guruh tuzilib, shartlari qaytadan ishlab chiqiladi. Резонанс болуп кетти. Өзү негизи мыйзамда иштеп аткан мыйзам, мурдагы иштеп аткан адамдарга же мурдагы шарт болгон кишилерге таасир этпеш керек да. Ал мыйзам ошондой болуп калган. Бирок бүгүнкү күндө бул мыйзамды чыгарып алдык. Жумуштуп жакшы иштеп туруп, кийин бардык региондор менен чыгып, ошолор менен сүйлөшкөндөн кийин алып чыгабыз. Анан кийин мүлктүк страхование боюнча дагы алар боюнча айтып берет. Бүгүнкү күндө мамлекеттен жылда 500 миллионго чейин
shu жеті alganlarga акча beriladi da. Yig'in so'ngida muhojirlikda yurgan qirg'izistonlik fuqarolarga nafaqa ajratish masalasi ham qarab chiqildi. Rossiyada yurgan 500 mingga yaqin fuqarolarning 22% nafaqa jamg'armasini to'laydi. Ular davlatga qaytib kelgandan keyin nafaqaga chiqa olmasligi sabab ittifoqqa kirgan 5 davlat orasida shartnomalar tuziladi. Unda chet davlatda sug'urta to'lovini to'lagan fuqarolarning puli davlatga tushadi va nafaqa qatori beriladi. Madina Ulug'bek qizi Qilimjon Azamat qizi Aybek Bedilbekov, Intimaq. Katta tezlik bilan Bishkek-O'sh yo'nalishida ketayotgan haydovchi yo'l nazorati xizmati inspektorlarining ikki joyda to'xtatishiga qaramay o'tib ketib, ortidan kelib ushlashga harakat qilganda tartib soqchilariga qo'l ko'targan. Bu haqda Jalolobod oblasti sudining matbuot xizmati xabarladi. Sud ma'lumotida Jalolobod oblasti Ichki ishlar boshqarmasining yo'l nazorati xavfsizligi inspektorlari Ulan Qarabayevni To'xtag'ul shaharchasidan soatiga 128 chaqirim tezlik bilan ketayotganda, undan keyin Uchterak qishlog'ida to'xtatishga harakat qilgan. Bo'ysunmagan yo'lovchi hozirda Toshko'mir shahar sudining qarori bilan 2 oyga qamoqqa olinib, Jinoyat va jazo kodeksining 341-moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'algan. Yigirma 4 fevralda O'sh shahrida yo'l nazorati xavfsizligining inspektorlari reyd olib borib, uning natijasida qoida buzgan 150 haydovchiga jarima solindi. Bu haqda Ichki ishlar ministrligining O'sh shahri va O'sh oblasti bo'yicha bosh boshqarmasining matbuot xizmatidan xabarlashdi. Haydovchilarning 16si avtomashina oynasini noqonuniy qorong'ilatib olgan, 6 nafari mast holatda bo'lgan. 5 haydovchi raqamini noto'g'ri qo'ygan, tezlikni ko'targanlar, uyali telefon bilan so'zlashganlar, avariya holatini sodir qilganlar bo'ldi deb ma'lum qilishdi inspektorlar. Vaqt o'tishi bilan dunyo texnologiyasining rivojlanib borayotgani barchaga ma'lum. Bu tarmoqda faoliyat olib borgan mutaxassislar zamon talabiga loyiq har kuni yangi ixtirolarni yaratishmoqda. Bunga misol qilib Barselonadagi smartfonlar ko'rgazmasini aytsak bo'ladi. Unda mobil texnologiyadagi yangiliklarni jamoatchilikka yetkazish uchun maxsus ko'rgazma tashkil qilingan. Kichik smartfon yordamida nimalarni bajarsa bo'ladi? Navbatdagi lavhada tanishasiz. O'zining go'zal arxitektura namunalari va eng yaxshi futbolchilari bilan mashhur bo'lgan Barselona shahrida smartfonlar ko'rgazmasi o'tmoqda. Mobil texnologiyalar bo'yicha Android PIT muharririyatining bosh muharriri inson smartfon yordamida nimalarga qodir bo'lishini isbotlash maqsadida tashkil etilgan deya ma'lum qildi. Bu jo'ngana smartfonlar ko'rgazmasi emas. Bunda mobillik texnologiyaning kun sanab o'nigib baratganin qo'mchilikqa jetkiruv negizgi maqsad. Masalan, smartfonga tutashtirilgan ilova yordamida tish tozalagichni ishlatish mumkin. Shu bilan birga shotkaga o'rnatilgan kichik kamera yordamida esa smartfonda inson tishlarini ko'rish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari yana bir yangilik smartfonga o'rnatilgan teplovizor. U ko'proq quruvchilar, elektriklar va muhandislarga yordami tegadi. Shu bilan birga Amerika kompaniyalarining biri smartfonga birlashtiriladigan prototip ekranni ishlab chiqdi. Undan ma'ruzalarda foydalanish mumkin. Yana bir yaxshi yangilik eshikka o'rnatilgan aqlli qo'ng'iroq deb ataladigan moslama. Unda smartfon yordamida uyga kelgan odamni ko'rish imkoni yaraladi. Uyda hech kim yo'qligida esa uy egasining telefoniga xonadonga mehmon kelgani haqida xabar keladi. Bundan bir necha yil murda Microsoft kompyuter bilan boshqaruvchi uyning konsepsiyasini ishlab chiqqan edi. Al kelajakda bo'la turgan narsa. Shu bilan birga ko'z harakatlarini nazorat qiladigan yangi texnologiya ham ishlab chiqildi. Unda qo'lni ishlatmasdan ko'z yordamida smartfonni boshqarish mumkin. Elestib ko'rsangiz, siz yangi texnologiyaning yordamida esaluga bora turgan yerda oldin ola ko'zingiz bilan ko'ra olasiz. Eslatib o'tamiz, mazkur ko'rgazma 25 fevralda yakunlanadi.